Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Gazdan keldi, gazni pulini bering. Mana bu videoda yaxshi aktiv ko'rsatganinglar uchun bugungi videorolikimiz ham creepypastalardan iborat bo'ladi. O'yinchi do'stlari bilan yangi dunyoda omon qolish uchun harakat qilishayotgan edi. Qisqa vaqt ichida ular o'zlari uchun uy barpo etishdi. Ular xotirjamlik bilan o'yin olib borishayotgan edi. O'yinchilardan biri atrofni ko'zdan kechirib chiqayotgan paytda kulrang qo'yni uchratib qoldi. O'yinchi bu qo'yning junini kesish maqsadida uning yoniga kelgan edi, ammo qo'y uni ko'rishi bilanoq ortiga o'girilib ketib yubordi. O'yinchi qo'yning ortidan bordi, ammo u yerda qo'y yo'q edi. O'yinchi bo'lgan voqeani tezda kelib do'stlariga aytib berdi, ammo do'stlari ham buni tushunmadi. Do'st unga bu oqargan Stiv bo'lishi mumkin deb aytdi. So'ngra ular sarosimaga tushib qoldi. Eshitgandan so'ng ular juda ham sarosimaga tushdi va uyning atrofida kimdir yurgan ovozlarini eshitishdi. Va ularning taxmini to'g'ri chiqdi. O'yinchilar u aniq mana shu yerda aylanib yurganini his qilishdi. O'yinchi zerikib eshikni ochishi bilan tashqarida rangsiz Stiv turgan edi va o'yinchi unga qarab hujum qila boshladi. Qancha harakat qilishsa ham rangsiz Stivni mag'lub qilisha olmadi va ular cheksiz bo'shliq olamiga tushib qolishdi. O'yinchilar shaxtada yurgan paytida o'yinga Jeyson Voorhees qo'shildi va ular tahlikaga tusha boshlashdi. Bilmaganlar diqqatiga Jeyson Voorhees mana bu odam hisoblanadi. O'yinchi birozdan so'ng Jeyson, "Sen kimsan? Men seni chaqirmagandim-ku" deb chatga yozdi. Keriga o'yinchiga birga uxlash taklifini berdi, ammo ularda ikkinchi divan yo'qligi sabab uxlashmadi. So'ngra o'yinchimiz aytdiki, "Yur ketdik, Jeyson kimligini ko'ramizmi" dedi. O'yinchilar kun g'alati ekanligi haqida gaplashdi va tashqariga chiqib atrofni aylana boshlashdi. O'yinchilar atrofni ko'zdan kechirib bo'lgach uyga qaytishdi. Uylarda hammasi o'z joyida edi. Hech qanday o'zgarish yo'q edi, ammo o'yinchi mana bu yoqqa kelganida ko'zi mana bunday soyaga tushib qoldi. Xuddiki ko'rinmas o'yinchi yurgandek. Soya ortidan kelganda o'yinchilar mana bunday taxtachaga yozilgan yozuvni ko'rishdi. Ularni taxtacha oldiga boshlab kelgan soya so'ngra devor ichiga kirib ketdi. So'ngra ular Jeyson Voorheesni ban qilishga urinishdi, ammo chatda "Siz Jeyson Voorheesni ban qila olmaysiz" degan yozuv chiqdi. So'ngra ular juda ham sarosimaga tushib qolishdi. O'yinchi bir o'zi atrofni aylanib keldi va uyiga qaytganda esa do'sti qassobxonadagi go'shtga o'xshatib osilib qo'yilgan edi. Aytgancha do'sti qiz bola emas-ya. Xo'p, do'stlar, agarda sizlarni o'yiningizga do'stinglar bilan alohida server ochib o'ynayotganingizda mana shunaqa Jeyson Voorhees kirib qolsa nima qilgan bo'lardinglar? Aytgancha kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.